Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi xizmatiga murojaat yo'llab o'tirmang. Masalangiz o'rinli bo'lgan taqdirda ham nimangiznidir yo'qotasiz. Bu asabingiz, vaqtingiz yoki menga o'xshab ishingiz. To'g'ri eshitdingiz. Men ushbu murojaatlar ortidan ishimdan ayrildim. Xorazm televideniyasidagi faoliyatim to'xtatildi. O'zim ham keyin xabardor bo'ldim. Ogohlantirishsiz bo'shatilishiga asos qilib, ichki ishlarga yo'llangan murojaatlar ko'rsatilgan. Hali hech qayerda ishlay olmaydigan darajagacha olib borish ko'zda tutilgan ekan. Nasib asta-sekin peshonada borni ko'ramiz. Xabaringiz bor, Ichki ishlar vazirligiga 3-chi va oxirgi murojaatimni video qilib joylagandim. Bu esa murojaat emas, xulosa. Bugun xulosamni aytaman. Hurmatli kuzatuvchilar, O'zbekistonda so'z erkinligi konstitutsiyada kafolatlangan bo'lsa-da, amaliyotda turli cheklovlar mavjud. Bular siyosiy tanqid va korrupsiya haqida gapirish hali ham ma'lum bir xavflarni keltirib chiqarishi mumkin. Shuning uchun ogoh bo'lasiz. Agar siz haq bo'lgan taqdiringizda ham. Shuning uchun o'zingizni tiying. Tinchgina yuring. Men sizga oddiy bir misol bo'lay. Masalan, ichki ishlarga diska razmerini o'zgartirish uchun ruxsatnoma olish bo'yicha murojaatlar qildim. To'g'rimi? Ana shu narsa meni ishdan ozod qilishga asos bo'ldi. Oddiy usta oilasida katta bo'lganman. Orqamda kuchli odamlarim yo'q. Balki bu ham bir sababdir. Ichki ishlarga rahmat. Yo'llagan murojaatlarimga pinagini ham buzmasdan, lekin zimdan ishdan olish darajasida bosim bera oldi. Va shuncha yil bir bosim uchun xodimini ishdan oladigan darajada rahbar qo'l ostida ishlaganimga, qadrimga achindim. Men birinchi navbatda O'zbekiston Respublikasi fuqarosiman. So'z erkinligi konstitutsiyada kafolatlanganligini inobatga olib, siyosatga aralashmagan holda erkin fikrimni bildirishga haqqim bor deb o'yladim va adashdim. Murojaatlarni ko'rganlar bilsa kerak, hech qanday siyosat haqida so'z yuritilmagan, shunchaki diska razmerini o'zgartirish qonuniy bo'lishini xohlab, pullik ruxsatnoma joriy qilinishini so'raganman xolos. Mustaqil bloger bo'lgan taqdirimda ham jamiyatdagi tanish-bilish bo'layotgan holatlarni o'z blogimda yoritishim mumkin. Shunda ham hech kimga shaxsiy g'arazlik qilmasdan neytral fikr yuritgan holda. Lekin bu cheklov va bosimlar sizni gapira olmaydigan darajaga olib kelib qo'yadi. Mana red 15-mayda tugadi, to'g'rimi? Yo'lni qarang, yana shu o'sha ahvol. Tanish-bilishi borlar yana diska taqib yuribdi. Aytganim to'g'ri chiqyapti, lekin haqiqat mas'ullarga yoqmayapti. Nima ham deymiz? Video murojaatlarimga birorta ham munosabat berilmadi, lekin ishdan olishgacha olib borildi. 11:02 orqali murojaat qilganimda esa Obelgayga chaqirtirildim va shunaqa chiroyli qilib minmoqchi bo'lsang, inomarka ol degan javobni oldim. Rahmat. Yetirsin shukurlarga olarman ham, lekin O'zbekiston bo'yicha 85% dan ziyod odam GM mashinalarini minadi. So'rovnoma o'tkazing, shularni 60% dan ziyodrog'i rozilik bildiradi shu